Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanal a'zolari, podpischiklarim. Bugun bizda PlayStation 3 disklari haqida bo'ladi video. Dastavka yetib keldi. Buni ochishdan avval kanalga podpiska bo'lmagansiz, podpiska bo'ling. Do'stlarga ulashing. Like bosing agar video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Telegram ichiga buyuringlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizda hamma narsa topiladi va sotiladi. Hali biz ketdik, buni ochib obzor qilamiz. Gittik. Bizda birinchi o'yin Rage Anarchy Edition. Manual yo'q. Disk ajoyib holat. İkinci o'yin Watch Dogs. Manual yo'q. Disk yangi holat. Heavy Rain polностью на русский языке. Manual yo'q. Disk o'rtacha holatda. Lekin двухсторонний обложкасы chiroyli ekan. Eksklyuziv PlayStation 213. Uchinchi chasi juda chiroyli. Manuali bor. Двухсторонняя обложка. Disk yangiday holatda. Va ikkinchi eksklyuziv Heavy Rain полностью на русском языке. Двухсторонняя обложкасы bor, manual bor. Disk ideal. Max Payne 3 juda zo'r o'yin. Subtitrlar ruscha, manual yo'q. Disk yangi ishlatilmagan. Ratchet Clank. Manual yo'q. Ichida Little Big Planet 2 turibdi. Hozircha buni bu yoqda to'qiyamiz, chunki chiqib qolishi mumkin o'ziniki. Sleeping Dogs, kitayskiy gitar deb nomlanadigan avval. Disk o'rtacha holatda. Sarapinkalari bor ekan. Uncharted birinchi qismi. Manuallari bor. Disk yav holatda turibdi. Ikkita tur. Original o'yin. Manuali bor, kartasi yo'q. Disk yangi. Qo'rqmasdan aytsa bo'ladi, bemalol. Bizda demak Tekken Hybrid qaranglar, Tekken Hybridda. Tekken Tag HD Tournament HD formatda. Tekken Blood Vengeance 3D va Tekken Tag 2 Prologue. 3 ta chast bor. Disk o'rtacha holatda. Mana qanday obloshka taraf, ikkinchi tarafda
o'sha jinni, ya'ni personaj jinni o'sha mahluqqa aylangan chiroyli rasmi bor ekan. Metro Last Light oxirgi chiroqlar yorug'lik shunaqa first edition. Germanskiy adashmasam, menimcha bu ruskiy yozuq bor bunda. Call of Duty Black Ops legendarniy o'yin. Diskimiz sarapinkalari bilan lekin ishlaydi. O'qiy. Bu esa qontiradi. Street Fighter Tekkenga qarshi. Do'stlarga obloshkali. Ya'ni ko'ryapsiz, xohlasalaring mana bu tarafini qo'yinglar. Masalan, buni bu ichkari tomoni turadi. Xuddi shunaqa. Disk yangidek holatda ajoyib. Agar tushunmaganlar bo'lsa, mana bu Ryu Street Fighter'dagi qahramon, bosh qahramon desa ham bo'ladi. Bu Kazuya. Menimcha hamma bildi buni. O'yinni bilmagan bo'lmasa kerak. Demak, bizda yana Resistance 2 PlayStation eksklyuziv o'yinlardan biri. Disk yangi holatda. Voucher, qog'oz voucher. Xo'p, demak bizda Uncharted 3 Game of the Year Edition, demak bu ham Germaniyadan kelgan, bu ham двухсторонний обложка. Lekin Tekkenga qaraganda, demak, sal qo'l barmoq izlari bor, hechga chiqsa artorsa bor. Demak, bu Street Fighter'dan farqli o'laroq ikkita bori bir ekan. Bunda boshqacha edi. Bu temali bu koreyskiy region. Boshqa hech narsa qolmadi. Lekin bor ekan, mana bunaqangi ne originalni Modern Warfare 3 diski bor, diski original. Diski original va disk o'rtacha holatda. Ajoyib. Ajoyib. Xo'p, bizda hozircha shular. Ko'ryapsan, ustoy korobka qoldi. Bizda demak hozircha shular. Bitta mana buni ichidagi o'yin chiqmadi. Qolgan hammasini ko'rdinglar obzorda. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qildim. Bizda hozircha shular. Podpiska bo'lmagan bo'lsanglar, podpiska bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariy yozib ketinglar. Telegram ichga bu yerda bemalol murojaat qilaverasizlar. Buguncha xayr. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Paka.